Dadasi bugun oylik oldingiz. Meni go'zallik saloniga borasiz. Undan olib chiqarsa to'g'ri magazinga borasiz. Zolotovni olib boraman. Bo'pti. Sardor. Qara mollarni olib bor. Xo'p, bo'pti. Xullas, ashirga olib borishingizdan tashqarichi yana bitta ikkitachi aytgan narsalarim bor. Ashlardan olib berasiz. Ularni olib bermaslik iloji yo'q. Shuni kartizdan pul kartizdan bo'lsa pul o'tkazib bering. Oylik oldingiz. Bugun olib bering hech narsalar. Anagay ushadi. Olib beraman degandan keyin olib beraman de. Nima bo'ladi endi? Assalomu alaykum. Viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasidan katta leytenant Naimjonovman. Hurmatli haydovchi, hujjatlar bilan tanishib qo'yamiz. Shu gaplashsak ham bo'ladimi? Bo'ladi. Nima dedi? Hamma kashi. Voy. Shtrapni olib kelaman dedim mashinani. Ya men olib beraman dedim, akaga yalindim ham. Bo'lmaydi, olib kelib beraylik dedi. Rashinga uyga borib turar, keyin nima qilib beraman, ha? Hop, hop. Rahmat sinfdosh. Xotinimdan 3 million so'm chiqimdan qutqarding. Bilardim seni gay bo'lib bir kun kelib menga foydang tegishini. Rahmat oshna, kech payt osh borasiz sinfdoshlar bilan borgin, bo'pti. Va do'stim, bir minutga. Endi sen hozir 3 milliondan qutuldim deb xursand bo'lyapsan. Lekin sening 60 kun muddatdan o'tgan 10 millionga yaqin qarzdorliging bor ekan. Mashinani vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Xafa bo'lish yo'q, do'stim. Yo'q, xafa bo'lmayapsiz, sinfdoshlarimiz ham rahmat aytadi senga. Sinf rahbarimiz. Hazillashdingmi hozir? Hazillashmayapman. Oshnamiz-ku. Endi oshna-onagarchilik ishdan keyin bo'ladi, do'stim. To'g'ri tushunding. Men telefonda gaplashib kelayotganingni ogohlantirib qo'yaman. Lekin sen 10 million so'mlik jarimani to'lamaguningcha men seni qo'yib yuborammi? Akalabda narsa tushunmayapman. Xotinimdan 3 million so'm qizg'anib yutdimmi yo oshnamga ishonib yutkizdimmi? Jarima maydoniga olib kirasanmi? Albatta. Olib kiraman.